Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Italyanskiy sort navli qulupnaylarimizning bugungi holati 19-aprel 2025-yil. Bizda hozir yomg'ir bo'lib turibdi. Setkalarni tutganmiz. Hozir ayni ob-havo qulupnayga mos ob-havodan bo'lyapti. Qulupnaylarimizning mana bugungi holatlari mana shunday. Tomonga oq salafan qilganmiz, ikkita agatga. Oq salafan issiqni o'ziga ko'p tortmaydi ekan, shuning uchun sal kechroq harakat qiladi, kechroq o'sadi ekan, lekin issiq paytlarda oq salafan foyda beradi. Bu oq salafanlarimiz maxsus teshikchalari o'zi maxsus bo'ladi, shu maxsus qulupnay uchun ishlab chiqarilgan salafan. Bu salafan juda chidamli bo'ladi. Bir marta qo'yilganda 3 yil ish beradi deb 3 yilga garantiya bergan. Qora salafanlar o'zimizning bozorlardagi salafan bunday 1 yillik bo'lar ekan, ba'zi joylari shunday yirtilib qolgan. Oq salafanimizning tagi qora bo'ladi buning. Tag qismi. Bu qora tarafini qo'ysa ham bo'ladi. Bir marta qo'ysa 3 yilga ketadi. Qulupnaylarimiz 5-10 kunda xudo xolasa pishishni boshlaydi. 5-10 kunda yaxshi pishib qoladi. Gullayotganlari ham bor hali. Endi gullamoqchi bo'lganlari ham bor. Guldan qaytib pishmoqchi bo'lganlari ham bor. Mana bu nomimiz Cabrilla degan sortimiz. Issiqqa chidamli. Sal kechroq pishadi bu Clary Albionga nisbatan. Kasallikka chidamli, issiqqa chidamli navlardan ekan bu ham. Bulut kelyapti bizda. Agatlarimiz bu agatimizning o'rtasidan bu agatning o'rtasigacha 1.20. 1.20 joyga shunday 2 qator qulupnay tushadi. Qulupnaylarning orasi 30-32 cm shunday ekilgan. Shaxmat qilib ekilgan. Italyanskiy, Cabrilla, Albion, Clary degan sortlarimiz bor. Koreyskiy Solixanlar ham bor, ozgina ekkanmiz. Ochiq dalada qanday bo'ladi, uni ham ko'ramiz. Xudo xolasa uni ham ko'rsataman sizlarga keyingi videolarda.